Sizdan belingizda bo'lyapti-da. Xo'p, endi aka almashamiz endi. Keling. O'ting tog'a boshlaymiz. Yomoshlab oling endi. Xo'p, assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirasiz tog'a? Alaykum assalom. Necha yoshdasiz? Qayerdansiz? 66 yoshdaman. 66 yoshda. Toshkent shahri Yuqori Shiq rayonidaman. Toshkent shahridan bemorimiz. Bizga bo'yin soha grijasi, bel soha grijasi bilan kelgan bemorimiz, tog'a. Endi dardlaringizni ayting tog'a. Sizniki bu kimniki? Siznikimi almashib qolmasin-da, bir-birlariki. Men o'zi grija bo'lganimga 20 yildan oshib ketgan. 20 yildan oshdi grija bo'lganingizga. Bu eski tashkilotda davolandim. Endi tog'amni qilamiz, kelishib olaylik. Manzillarda aytib yubormaylik, borgan joyda manzillaringizni. Xo'p, aytmayman-a. Sababi nima desangiz, jicha ular ham meni kuzatadi-da. Xo'p. Bu deydi, Dilshodbek bizga qarshi qayrayapti kasallarni. Negativ aytyapti, deydi akalar. Deydi. Ana shuning uchun o'zi bizning metodni doktor akalarimiz ham tan oladi o'zi. Endi demoqchimanki, kim qadi shifo topadi, Allohdan-da bu. To'g'ri aytasiz. Endi chuqurroq gaplashamiz. Hozirgi navbatdagi bemorimiz bo'yin soha grijasi bilan kelgan. Men ko'rsatuvimiz boshida bo'yindan operatsiya qilgan joyini chandig'ini ko'rsatib ketaman. Isbot bilan. Bo'ynida grijasi borlar, e'tiborli bo'lib turamiz endi. Mana endi MRT'sini ko'rsatib qo'y, chislasini mana. Fevral 14-fevralda 25-yil tushgan MRTga servikal 3-4 umurtqa pog'onasi mana 4,5 chiqibdi akalar. Servikal 3-4 umurtqa orasi 4,5 mm grija. Operatsiya qilgan nevroxirurgning oldiga borsa, toza ekan, hech narsa yo'q debdi. Bu yo'q, mononi ko'rib toza deyapti, 4,5 da. Bo'yin grija uchun 4,5 mm grija katta hisoblanadi akalar. Ana shuning uchun hozir ko'rsataman chandig'ini. U xirurgim menga cho'tki bo'lsan dedi. Nevroxirurg cho'tki bo'lib qolsan debdi. 4,5 mm grija qilgan. Operatsiyadan keyin. Eng qizig'i operatsiyada bu akamiz nima qilgan? Temir qo'ygan eng qizig'i. Mana chandig'i akalar, mana. Ko'ryapsizlarmi? Astag'firulloh. Nasıl so'yibdi-yu, ha? Yetishsa qo'ydi. Endi bu yerda men nimangizni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Sababi hozir mana. Hozir. Ko'rinyaptimi chandig'i? Sizlarga. Hop, men nima qilib oldim? Mana shu holatda operatsiyadan keyin qaytalangan holat. Bo'yin sohani grijasini mana. Maykani yechaymi? Yo'q, yechmang. Bor. Endi joyi qo'yib qo'yamiz mana. Xo'p. Ko'rdilar. Endi haliga operatsiyada temirlarni ko'rsatib o'tganingizda temir qo'yganmidi? Sababi mana bunda ko'ringanda qanday holatda qo'yilgan. Demasa yana? Hayır, qo'ydingizmi? Mana bundan bu beldiki ekan. Xo'p, endi bel bo'yin sohada operatsiyada nima holatlar qo'yilgan? Mana bo'yin sohani MRT'si. Mana bu boltlarni ko'ryapsizlarmi? Mana qo'ygan boltlarni. Bo'yin sohaga qo'yilgan boltlar mana. Bo'yin sohani operatsiya qilgan mana. Bitta, ikkita, uchta joyi qo'yilibdi, to'g'ri? Samarangiz qatirgan 3 ta joyi mana. Bitta, ikkita, 3 ta. Bu akalar bu bo'yin sohaga mana operatsiya qilib, bu kameraga ham ko'rsatib qo'ying mana. Bo'yin grijasini operatsiya qilib bolt qo'ygan, temir qo'ygan. Yana 4,5 mm grijani qaytalangan ekan. 4,5 mm grija bo'lgandan keyin yana nevroxirurgga borib, mana bu nima desa, cho'tki zo'r ekan debdi. Yana. Nimasi zo'r buni? Mana. Temir ko'rinyaptimi akalar sizlarga mana? Qo'ygan temirlar. Mana. Ko'ryapsizmi mana? Demoqchimanki, bo'ynida grijasi borlar, operatsiya qildirmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlar tanlab olinglar. Mana shu ko'rinish mana bitta bemorimiz operatsiya qildirgan, temir qo'ydirgan va yana qaytalangan bu yerda. Ana shuning uchun bu yerda
Aa,